Assalamualaikum hurmatli deputatlar, hurmatli ishtirokchi ishtirokchilari. Bugun Xalq deputatlari tuman kengashiga ikkinchi chaqiriq 21 sessiyasini o'tkazishga bo'lganmiz. Sessiyada Xalq deputatlari nafar deputat 18 nafar qatnashmoqda, 2 nafar deputatimiz huzur qatnashyapti. Sessiya ichida 23-chi Zaxarobod saylov okrugidan saylangan Jizzax viloyat kengashi deputati Nazarov Bahodir Sulaymanovic, tuman hokimining o'rinbosarlari, hukumat, ommaviy axborot vositalari vakillari qatnashmoqda. Sessiyani o'tkazish uchun kvorum yetarli. Sessiyani ochish to'g'risida kimda qanday taklif bor? Ochilsin degan deputatlarimiz qo'l ko'tarib olishni so'rayman. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Taklif ovozdan qabul qilindi. Xalq deputatlari Zaxarobod tuman kengashiga ikkinchi chaqiriq 21 sessiyasini ochishga e'lon qilindi. Mahalliy davlat hokimiyati to'g'risidagi qonunning 17 moddasi muvofiq sessiya ko'pini saylab olishimiz kerak. 9-muloqot saylov o'tkazish deputati normativ yo'llar bilan sessiya ko'pini saylash to'g'risida taklif bor. Boshqa takliflar bormi? Bo'lmasa ovozga qo'yamiz. Normativ yo'llar bilan sessiya ko'pini saylash degan deputatlarni qo'l ko'tarib olishni so'rayman. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Taklif ovozdan qabul qilindi. Sessiya hokimimiz o'rniga egallashni so'rayman. Hurmatli deputatlar, sessiyani kun tartibini belgilab olishimiz kerak. Kun tartibi sizlarga tarqatilgan. Qo'shimcha o'zgarishlar bormi? O'zgarish bo'lmasa, tasdiqlansin degan deputatlar qo'l ko'tarib olishni so'rayman. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Demak, kun tartibi tasdiqlandi. Sessiya ish reglamentini quyidagi tasdiqlash taklif qilaman. Ma'ruza uchun 20 daqiqagacha, so'zga chiquvchilar uchun 5 daqiqagacha, ma'lumot, taklif va savol javoblar uchun 3 daqiqagacha. Qo'shimcha o'zgarishlar bormi? O'zgarishlar yo'q bo'lsa,
ovozga qo'yishlarini so'raymiz. Qarshilar bormi? Yo'q. Sessiya, hurmatli deputatlar, sessiya kun tartibida barcha masalalar tegishli bo'yicha doimiy komissiya. Tuman ishlar bo'limi boshlig'ining hisobotini dinlamiz. Ushbu masala xalq deputatlari Zafarobod tuman kengashining korrupsiyaga qarshi kurashish, davlat organlarida ochiqlikni ta'minlash va huquqiy masalalar bo'yicha doimiy komissiyada batafsil o'rganish qildi. Doimiy komissiya a'zolari o'zlarini qiziqtirgan masalalar bo'yicha yuzaga kelgan savollarga javob oldilar. Doimiy komissiya masalani sessiyaga kiritishga rozilik bildirdi va tegishli qaror qabul qilindi. Mazkur masala yuzasidan sizlarga tarqatilgan qaror loyihasini tasdiqlab berishimiz mumkin. Buning to'g'ridagi masala bo'yicha deputatlarni huquqidan olishdan so'raymiz. Qarshilar yo'q, e'tirozlar yo'q, qaror bir ovozda tasdiqlandi. O'zbekiston Demokratik tuman ijrosi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 dekabr Jizzax viloyatini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, jadallashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi tarqatilgan to'g'risidagi qaror ijrosini Zafarobod tumanidagi bozorlar va ulardagi narx-navo holati, infratuzilmasi va ijtimoiy barqarorlikni jamg'armasidan mablag'lar ajratish hamda tuman mahalliy byudjetdan mablag' ajratish to'g'risidagi masalalar yuzasidan tuman hokimining birinchi o'rinbosari Qanaqulov Shavkat Toshpo'latov berdi. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, tashkilot a'zolari. Ushbu masala bo'yicha hisobotimizni asosiy qismlariga to'xtalamiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qaror farmonlari ijrosini ta'minlash maqsadida Jizzax viloyati Zafarobod tumanida ijtimoiy rivojlantirish jadallashtirish bo'yicha hisobot, ya'ni bu davlatning rahbarining 2024 yil 30 dekabrdagi 168 sonli Jizzax viloyati ijtimoiy rivojlantirish jadallashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorning 22-bandida ko'rsatilgan yo'nalishlar bo'yicha 2026-yilning birinchi chorakida quyidagi muayyan ishlar amalga oshirildi. Zafarobod tumanining mahalliy byudjet daromadlari va xarajatlari 2026-yil birinchi chorakida quyidagi ijrosi bo'ldi. Zafarobod tumani bo'yicha byudjet daromadlari, ya'ni kontingent rejasini nazarda tutiladi. Byudjet daromadlari 2026-yil prognoz ko'rsatkichlari 201 milliard so'm miqdorida shundan. Birinchi chorakda 8 milliard so'mga belgilangan bo'lib, haqiqatda chorak yakuni bo'yicha 8 milliard so'm soliq tushumlari bo'lib, rejaga nisbatan 2 milliard so'mga ortish yoki 1.1% bajarilishi kutilmoqda. Shundan mahalliy byudjet daromadlar rejasi yillik 76.4 milliard so'm tashkil etib, shundan birinchi chorakda 16.4 milliard so'mga reja belgilangan. Haqiqatda esa birinchi chorakda 15.2 milliard so'm soliq tushumlari tushishi undirilib, rejaga nisbatan 1.2 milliard so'mga ortiqcha yoki 1.8% bajarilishi kutilmoqda. 2026-yil birinchi chorak davomida tuman mahalliy byudjetining hozirgi kundagi ijrosi bo'yicha yil boshiga shakllangan soliq mablag'lari 1.966.6 million so'mni tashkil etmoqda. Zafarobod tumani mahalliy byudjet xarajatlarining 2026-yil birinchi chorak uchun aniqlangan rejasi 24 milliard 694 million so'm tashkil etib, hozirgi kunda mahalliy byudjet xarajatlari 19.8 milliard so'mga ijro etildi. Bu yo'nalishlar tekshirib hurmatli deputatlar hammasi ko'rsatib o'tilgan, qaysi xarajatlarga yo'naltirilishi, agar bu masalalar davom etganiga ko'z tutilgan, agar qarshilik bo'lmasa, keyin masalaga o'tib ketamiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qaror farmonlari ijrosini ta'minlash maqsadida Zafarobod tumanining asosiy iste'mol mahsulotlari narxlari to'g'risida Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 28-fevraldagi ichki bozorda narxlar barqarorligini saqlash va aholini asosiy oziq-ovqat mahsulotlari bilan kafolatli ta'minlash bo'yicha kechiktirib bo'lmaydigan chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorga muvofiq tuman bo'yicha 7 ta asosiy turdagi mahsulot, ya'ni kartoshka, yog', un, guruch, mol go'shti, parranda go'shti va tuxum bo'yicha
ishlab chiqarish va iste'mol balansini ishlab chiqilgan. Jizzax va Zafarobod tumanida joriy 26 mart holatida hududdagi yirik savdo markazlarida o'rtacha narx paketlari 500 so'mdan 600 so'mgacha, o'simliklar 1200 so'mdan 21 so'mgacha, guruch 8000 so'mdan 2200 so'mgacha, mol go'shti 85 so'mdan 130 so'mgacha, parranda go'shti 32 so'mdan 36 so'mgacha va tuxum 10 donasi kichik bo'lkasi 10 so'mdan 13 so'mgacha tashkil etilmoqda. Shuningdek, tuman aholisini asosiy turdagi oziq-ovqat mahsulotlarini ta'minlash maqsadida Bo'ston mahalla fuqaroligini hududida arzonlashtirilgan savdo yarmarkasi tashkil etilgan bo'lib, arzonlashtirilgan savdo yarmarkasida 13 turdagi 4 turdagi qishloq xo'jaligi mahsulotlari O'zbekiston Tibbiyot vazirlar mahkamasining 2025-yil 5-noyabrdagi 2025-2026 qish bahor mavsumida aholi va ijtimoiy soha tashkilotlarining asosiy turdagi qishloq xo'jaligi mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojni qondirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 692 sonli qarorga muvofiq ikkita subyekt, ya'ni Zafarobod birlik tomorqa xizmati mas'uliyati cheklangan jamiyati va Baxmal qiyma xo'jaligi, ya'ni Baxmal tumanida joylashgan xayriya korxonalari tomonidan belgilangan rejimga muvofiq jami 641 tonna asosiy turdagi qishloq xo'jaligi mahsulotlari jamg'ardi. Shundan 380 tonna kartoshka, sabzi 140 tonna, piyoz 48 tonna va guruch 71 tonna tashkil etgan. Va bugungi kunda ushbu qishloq xo'jaligi mahsulotlari xalqimiz dasturxonida sifatli va arzon narxlarda graf asosida yetkazib berilmoqda. Mana shu ko'rib chiqildi. Bu ana shu bezlarimiz ma'lumotlar masalasi to'g'risida asosiy masalalarga o'tadigan bo'lsak, hurmatli deputatlar, 2025-yil Jizzax viloyat futbol assotsiatsiyasining 2026-yil 9-apreldan 25-yil soni qat'iy inobatga olib, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ommaviy professional futbolni har tomonlama rivojlantirishni qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 2023-yil 7-apreldagi 115 son qarorining 3-bandida har bitta tumanlar va ayollar, erkaklar va futbol bo'yicha jamoalar faoliyati nazorat etilgan va bu jamoalar tumanda faoliyat ko'rsatib kelyapti. Ushbu demak ayollar, erkaklar va futbol bo'yicha viloyat birinchiligida, ya'ni Jizzax viloyat birinchiligiga o'tkazish uchun viloyat chempionati musobaqasida, ya'ni Zafarobod tumani komandasining ishtirokini ta'minlash uchun 15 million so'm miqdorida badal pulini to'lash, demak ushbu haqda ko'rsatib o'tilgan. Demak tumanni jamoasini, erkaklar, ayollar va futbol bo'yicha tuman jamoasini faol ishtirok etishini ta'minlash maqsadida 2026-yil 1-oy yakuni bilan daromadlar rejasining oshirib bajarilgan qismi hisobidan ushbu viloyat ligasiga 15 million miqdorida mablag' o'tkazish bo'yicha elektron tizimga qo'yilgan. Shu mablag'ni o'tkazish bo'yicha qarorni ma'qullashni so'rab qoladi. Ikkinchi masalamiz O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 5-fevraldagi 2026-yilda hududlarni yangicha yondashuvlar asosida rivojlantirish orqali aholi daromadini oshirish, barqaror ish o'rinlari yaratish hamda kambag'allikni qisqartirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 49 son qaror ijrosini ta'minlash maqsadida Zafarobod tumanida xabarlarimiz bor. Ikkita Olg'ir toifadagi mahalla tanlab olingan. Bular Birlik mahallasi va Chilpo'rg'on mahallalari. Ushbu mahallalarda biznes infratuzilmasini yaxshilash, loyihalar yondashuv asosida ularning ixtisoslashishini chuqurlashtirish maqsadida 500 million so'm mablag'ni mahalla byudjeti 2026-yil iyul boshida shakllangan yechim mablag'lari hisobidan viloyat byudjetiga o'tkazib berish nazarda tutilyapti. Buni qo'llab-quvvatlashni so'raymiz. Sababi 49 son qarorda men buni izohlab beraman. Davlatning rahbari ushbu qarorda xabarlaringiz bor, har bitta tumandagi mana shu Olg'ir toifadagi mahallalarga 3 milliard so'mdan mablag' ajratish nazarda tutilgan. Lekin qarorda shunday punkti borki, shundan 2 milliard so'm respublika byudjetiga keladi, 1 milliard so'm
viloyat va tuman mahalliy byudjetidan ajratiladi, ko'rsatiladi. Mana bu bo'yicha kecha hafta bizning maslahatchimiz yig'ilishi bo'ldi. Shu aytib o'tdikki, agar viloyat byudjetidan, viloyat mahalliy byudjeti bo'ladi, tuman mahalliy byudjetidan teng uchlarda mablag' ajratilmaydigan bo'lsa, og'ir toifadagi mahallalarga respublika byudjetidan mablag'lar ajratilmasligi belgilab qo'yildi. Shuning uchun biz prezident masalasini topshirib bo'lganligi uchun mana shu Chimqo'rg'on bir mahallalarga respublika byudjetidan mablag' olish maqsadida 500 million so'm mablag'ni viloyat hokimiyat tuzilib tashkil etilgan jamg'armaga o'tkazib berishni qo'llab-quvvatlashni so'rab qolaman. Bu hali bu bir qismi, sababi biz o'zi aslida 1 milliard o'tkazishimiz kerak. Tumanni imkoniyati u 1 milliard so'mga mavjud bo'lmaganligi sababli biz viloyatga iltimos qildik. Muqobil mablag'lardan 500 million so'm va daromad rejasining birinchi chorak yakunida shakllangan mablag'lardan yana 500 million so'm mablag' o'tkazib berish bo'yicha viloyatdan kelishuvga erishildi. Shu sababli hozir biz dastlabki bosqichda 500 million so'm mablag' o'tkazib berilgan. Keyingi masalamiz Jizzax viloyat hokimining 2026-yil 14-fevraldagi 01-23 sonli protokol chiqdi. Ya'ni yo'lda viloyatdagi tuman shahar hokim o'rinbosarlarining eng muhim samaradorlik ko'rsatkichi, ya'ni KPI'miz 2025-yil 4-chorak yakuniy natijalar to'g'risida yig'ilish bayon hujjatini ta'minlash maqsadida man shu qisqa aytib o'taman. Mana shu 25-yil 4-chorak yakuni bilan viloyat bo'yicha jami hokim o'rinbosarlaridan 29tasi 100 ball maksimal ball qo'lga kiritishgan. Viloyat hokimiga shuni topshiriq bo'ldiki, mana shu avval baholangan topshirgan hokim o'rinbosarlarini mukofotlash. Mana shu bo'yicha biz 26-yil 1-oylik daromadlar rejasini orttirib bajarilgan qismi hisobidan mablag' ajratish bo'yicha qarorni mukofotlashmiz. Albatta bu kim bo'ladigan bo'lsa, bu demak tuman hokimining investitsiya masalalari, shu o'rinbosar Aziz Alisher Saidaliyev va tuman hokimining oila va xotin-qizlar masalalari o'rinbosari haqida balandlik mablag'. Keyingi masalamiz O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 18 iste'dodli yoshlarni qo'llab-quvvatlash Ulug'bek jamg'armasi faoliyatini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 30-sonli qaror ijrosini ta'minlash maqsadida Zafarobod tumanida Mirzo-Ulug'bek vorislari respublika ko'rik tanlovining tuman bosqichi o'tkazilgan. Ushbu Vazirlar Mahkamasining qarorida tuman bosqichini 1-5 o'rinlarini egallagan yoshlarni mahalliy byudjetning qo'shimcha manbalari hisobidan rag'batlantirish nazarda tutilgan. Biz mana shu Vazirlar Mahkamasining qarori ijrosini ta'minlash maqsadida, sababi bu qaror bo'yicha 22 yildan beri bu band bajariladi. Chunki bu band bo'yicha bilasizlar, yoshlarni mana shu masalalarda qo'llab-quvvatlash xizmatida ular tomonidan juda qattiq e'tibor bildirildi. Buni shu yoshlarni qo'llab-quvvatlash, mana shu ko'rik tanlovlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha mahalliy byudjetdan mablag' ajratiladi, qo'llab-quvvatlanadi. Shu maqsadda bizlar 1-5 o'rin olgan yoshlarni taqdirlash maqsadida daromadlar rejasining 1-oylik daromadlar rejasini orttirib bajarilgan hisobidan 10 million so'm mablag'ni ajratish, ya'ni yoshlar ishlari agentligiga ajratish masalasini qo'llab-quvvatlashni so'rab qoldim. Bu albatta yoshlarimizga motivatsiya bo'ladi. Endi to'g'risi qarorda bundan keyingi o'rinlarga rag'batlantirish nazarda tutilgan, lekin biz 1-5 o'rinni egallagan yoshlar rag'batlantirish to'g'risida bo'lib, bu albatta yoshlar ishlari agentligiga tegishli 5 o'rin olgani 10 million so'm miqdorida mablag'ni yoshlar ishlari agentligiga berishga qaror qildik. Keyingi masalamiz O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 18-yildagi 266 sonli qaror ijrosini ta'minlash maqsadida hurmatli yurtdoshlar, biz o'tgan yili adashmasam 3-chorakda mana shu qaror ijrosini ta'minlash bo'yicha
bu qaror mazmun mohiyati demak tumanda nogironligi bo'lgan shaxslarni ko'chalarda erkin harakatlanishiga ko'rsatish maqsadida alohida ixtisoslashgan yo'laklar tashkil etish bu qarorning maqsadi. Shu maqsadda biz o'tgan yilgi bu qaror o'tgan yil chiqqan. Ushbu qarorda Mustaqillik ko'chasini tanlab olgan edik, lekin Mustaqillik ko'chasida xabarlaringizda drive loyiha hisobidan ushbu yo'laklar amalga oshirilishi boshlanganligi, ya'ni parallel ish bo'lgani uchun biz bu mablag'ni o'tgan yil 201 million ajratdik, biza to'xtatdik. Ya'ni 25-yilda amalga oshirish kerakligini xarajatni 26-yilga to'xtatdik. Mana buni albatta prezident qarori, uni ijrosini viloyat prokuraturasi qo'yapti, chunki viloyat prokuraturasi bosh prokuratura. Shu qaror ijrosini ta'minlash maqsadida tuman markazidagi Usmon Nosir va Hamidxonjon ko'chalarini mana shunday nogironligi bo'lgan shaxslarga mo'ljallangan yo'laklar bilan ta'minlash maqsadida yo'lga nafaqat yo'lak, maxsus belgilar joriy etiladi, ular erkin harakatlanish uchun. Demak, dastlabki hisob-kitoblar bo'yicha 222 million so'm hisob-kitob qilingan, shu mablag'ni ajratilishini sizlarga ko'rib qolaman. Endi bu dastlabki hisob-kitoblar balki bundan ham arzon bo'lishi mumkin. Hozircha hisob-kitobni shunday yo'qotdim. Bu bitta narsani inobatga olishni so'rayman. Men doimiy komissiyalarni ko'rib chiqdim, bu xil masala. Men unga aytib o'tdim. Doimiy komissiyada shunday e'tiroz bo'ldiki, nimaga markaziy ko'chalar, markaziy hurmatli markaziy ko'chalarimiz hammasi 100 milliardlik dastur turibdi. Nodira Begim, Samarqand, Shifokorlar, Mustaqillik hamma ko'chalar 100 milliardlik dasturda turibdi. Shuning uchun asosiy markaziy ko'cha buga inobatga olingan. Maktab va bog'cha bolalar yurib o'tadigan asosiy yo'lak shu ko'chalarda joylashgan uchun shular tanlab oldik. Endi yana bir masala, hurmatli deputatlar, xabarlaringiz bor, bu yilgi Ramazon oyida davlatimiz rahbari tomonidan mana shu kam ta'minlangan oilalarni 1 million so'm 500 ming so'mdan yordam mablag'lari ajratildi. Bu tarixiy farmon bo'ldi. Respublika bo'yicha 1 trillion so'mdan ortiq mablag' ajratildi, lekin shunday topshiriq bo'lganligi, bu hayit bayram yakunigacha har bir tumandan demak 2tadan 4tadan, ya'ni skoyni o'tishiga qarab davlat ta'minoti oila toifasiga kirgan, ya'ni boquvchisi yo'q, o'zi nogiron bo'lgan kam ta'minlangan davlat ta'minoti oilalar tanlab olib, ularga yashil energetik tizimni joriy etish, ya'ni quyosh panelini o'rnatish va uyini eshik derazalar romlarini tomlarini yashil energetik tamoyillar asosida to'liq jihozlash bo'yicha topshiriq berilgan edi va bu topshiriq ijrosini ta'minlash maqsadida Prezident davlat maslahatchisi tomonidan maxsus yig'ilish o'tkazildi va mana shu tadbirlarni amalga oshirishning moliyaviy